Breklarimizning ichida eng og'irgi holatdagi mashina mana shu mashinada. Kapotini qarang. Uje sepib, shpakilovka teb, odobi bo'lgan. Krilolari, bamperlar samareza turibdi. Bakoyi qarang, sinib chochilib ketganda. Kira qilaman desam, mashinamga hech kim chiqmaydi deyaptilar-da. Salonni ko'ring. Apishkalarni ko'rasizmi? Samarezam uje urilgan, tushib ketgan. Mana shunaqa holatda yotibdi. Ha, qarang. Chochilib ketganda hamma yog'i magnitofon ramkalarigacha. Sidinalar uje ado bo'lgan. Patologlar вообще. Bradveylar ham yo'q, stoykalar yo'q. Ko'proq gapirganda sizga bersa, shu mashina sizdan haydamassiz-da. Ukam sharoitim yo'qligi uchun motorimni qildira olmayapman. Bizlar inshaalloh odamiga tushdi. Biz bu mashinani okaga chiroyli qilib topshiramiz. Ha, qarang bagajlarni. Duo qilib qo'yasizlar, joningiz sog' bo'lsin. Biz ishlarimizni boshladik.